Oxirgi marta 3 yil bo'pti non yopganimga. Shuning uchun bir sizlar bilan non pishiray dedim. Ertalabdan uni marketga borib, aksiyadagi 25 kiloli mutabar uni va nonga kerakli mahsulotlarni olib kelib bismillah deb xamir qorishni boshladim. Issiqqina suvga sut solib, unga tuz, dro'ja aralashtirib, yumshoqqina xamir qordim. O'zimni ko'rsatmasdan video olmoqchi edim, sababi allergiyadan juda ham qiynalyapman. Lekin sizlardan yashirgim kelmadi. Xamirim ishib chiqquncha bu orada hovlilarimni ham tozalab yuvib chiqdim. Qarasam qizlarim qornimiz och deb yugurib keldi. Har doimgidek tez va mazali bulumdan pitsa zakaz qildik va maza qilib yeb oldik. Xamirim tayyor. Ana endi tandirga o't yoqsam bo'ladi. Bo'g'irsoqdek ishib chiqqan xamirimni zuvachalar qilishni boshladim. Voy bu mutabar uni muncha zo'r ekan. Birinchi sorti xuddi vishi sortga o'xshaydi. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Uyimda tandirim yo'qligi uchun qo'shnimnikida yopdim. Anchadan beri non yopmagandim. Sizlarga maslahatim ora-orada non yopib turinglar. Bu urfimiz yo'qolib ketmasligi uchun. Albatta farzandingizga ham o'rgatib qo'ying. Yana kim issiq nonni shirin choy va sariyog' bilan yeyishni yaxshi ko'radi? Ha, aytgancha ko'p sariyog'ini ham Unomartdan sotib oldim. Narxi ham atigi 25 ming. Kasal bo'lsam ham sizlar uchun non yopdim. Like bosishni unutmang.